Ha do'stim. Assalomu alaykum. Gulli kimga oldingiz? Oynaga. Studentmisiz? Student, shunaqa. Nima deyapsan, polvon? Mana shuni berib ol. Limon ichasan, osmonga uchasan. Mana bo'ldi. 11 ming so'm bitta donasi. Xotingami, oyingizgami? Telefon bilan birgaman. Qani. Bugun oyingizlar xursand bo'lar ekanlar-da. Qanaqa kun bugun? 8 mart bugun onajonlar bayramimida. Xotin yo'qmi xotin? Yo'q, 19 yoshdaman. Ha, 19 yoshdamiz. O'tiring, olib borib qo'ying. Kelgan. Assalomu alaykum aka. Qoidasi bo'yicha men o'zim so'rashim kerak, to'g'rimi? Men sendan so'ragan paytlarim ko'rsatib bersalaring, men beraman deganman, to'g'rimi? Men oldim kelib, nima qilmalaring deganman? Bugun chek bunda bo'ladi. Bugun bunga chek. Bilasanmi nima chek? Gulni olibdi, telefonni olibdi, oyisi xursand. Oyingizlar menga podpiska bo'lganmi? Bo'p, siz menga podpiska bo'lganmisiz? Yo, Toshkent! Bom. Podpiska bo'lmagan ekan. Imkoniyat beramizmi? Dondonziki o'ynaymiz, gulni satishtiring. Agar yutsangiz bugun bayram. Ketdi, davay. Dondonziki. Yo! Toshkent! Burubar. Dondonziki. Yo! Bayram deyapti. Oxirgisi milliy yutdingmi? Xudo xolisa aka, xudo biladi. Ketdi. Dondonziki. Yo! Toshkent! Bom. Qitadi. Shorti, podpisatsiya bo'lish esdan chiqmasin. Bugun bayram. Bayram bo'lgani uchun imkoniyat berdim. Boshqa payt unaqa imkoniyat yo'q. Dondonziki bo'lmaydi agar podpisatsiya bo'lmagan bo'lsanglar. Toshkent ko'chalarida go. Mana Ma'mindan so'radim, mana oldi mana. Qani ko'rsat pulingni. Bo'pti, beruniga tashlab qo'ysam, nech pul berasan? Endi ukam hozir tushasan. Chunki odamlar sen o'ylaydi, pulingni olib qo'yadi deb o'ylaydi. Endi tush ukam. Sen hozir olib borib qo'yma. Ukam, oilani tabriklab qo'y. Meni ham duo qilsinlar. Umrlaring uzoq bo'lsin. 14 ta homiyimga podpiska bo'lganmisan? Ey, Toshkent! Agar podpisatsiya bo'lganingda u uchun ham $100 berardim. Senga yana bitta sovg'am bor. Senga. Og'ir emasmi? Limon kis. Gulli berasan, limonni berasan, $2 berasan. Bo'ldi, 5. Bilaman, buni ichmagansan. Agar buni ichib atmetga qilganingda nima bo'lardi? Yana 100 bo'lardi. Gullol, pullol bu ta'sir. Toshkent, go!